fuqaro Ergashev Dildora Rajabovna, O'zbekiston fuqarosiman. Ancha yillardan beri buyon davlatga borib anaqa qilish mani ham edi, niyatim edi, orzum edi. Keyin qaysi davlatga borishni xayol anaqa qilib o'ylab, Gruziyaga borishni anaqa qildim. Chunki mayli Gruziya baribir rus tilini biladi, ko'z bilan gaplashsa bo'ladi degan anaqadagi maqsadda. O'shanda hamma hujjatlarni shu yo'l paketda menga anaqa qilib beruvdi. Keyin anaqa hamma taqdim bo'lgandan keyin hujjatlarim Gruziya aeroportiga bordik. Gruziya aeroportiga borgandan keyin bizani qarab anaqa qilib o'tkazadiganlarni o'tkazdi. Bir 20 ta odamni anaqa qilmadi-da, qabul qilmadi. Mana lekin hamma hujjatlarim bor edi. Keyin anaqa nimaga mana anaqa qilmayapsizlar desam, yo'q bo'ldi, mumkin emas deb nima qildi. Juda ham qo'pol ravishda qildi menga muomalada. Jahlim chiqdi, xafa bo'ldim. Men $760 ga kuyib qolaman. Shuncha qiynalib ishlab, yig'ib anaqa qildim deb o'z-o'zimdan yemirdim, xafa bo'ldim. Keyin bu yoqqa kelgandan keyin Gruziya elchixonasiga bordim. Shu anaqa men olgan YouTube paket nimasiga bordim, agentiga. Shunaqa nimaga men anaqa qilmadi dedim. Keyin mayli opa, anaqa qilmay, men xat yozib anaqa qilaman, harakat qilaman, nima qilishi dedi. Keyin 2-3 kundan keyin chaqirtirdi telefonda. Opa, keling Dildor opa, pulingizni berdi dedi. Keyin borgandan keyin menga $200 berdi. $200 berdi-da, qolganini bermas ekan mehmonxona anaqasini, mana shu o'zi puli dedi. Keyin mayli dedim-da, xafa bo'lib, lekin rosa siqildim. Voy, baba yana shuncha pul qolib ketdi-yu, nima qildim endi deb xafa bo'lib yurdim. Shu 2 oycha xafa bo'lib, o'z-o'zimga anaqa qilib yurdim-da, xafa qilib. Keyin nima qilishni bilmay, kelib yuridik klinikaga Tohir Dilshodbekka uchrashdim. Mendan suhbat oldi. Kerakli hujjatlarni anaqa qildi, to'pladik. Keyin anaqa ogohlantirish xati, menga ogohlantirish xatida butun hamma O'zbekistonga anaqa qilish kodekslar yozilgan edi. Keyin anaqa uni olib borganimdan keyin shu hamma qonunlarni, nimalarni o'qib ko'rib, juda ham hamma bor qonunda kiritilgan ediki, u уже yo'q deya olmaysh darajada bo'lgan edi. Keyin menga aytdiki, mayli opa, men lekin o'sha $200 ni emas, sizga o'z yonimdan berdim. Men aytmadim uni, Gruziya berdi. O'z yonimdan berdim. Prosta qiynalganingizni ko'rib, anaqa qila olmadim dedi. Lekin bir narsani tushuning, mayli shu mehmonxona puli, transformer pulini ham men o'z yonimdan beraman, lekin samolyot pulini уже siz uchib keldingiz. Men уже unga ham sizga yana qaytadan to'lab bera olmayman dedi. Shunga rozimisiz dedi. Men aytdim, mayli roziman dedim. Shundan keyin o'zlarining so'mda 2 million so'm qaytarib berdi. Keyin yana borib anaqa qilib nima qilmasin, u kimga borib jalba qilib yozmasin deb mendan ariza yozdirib turib oldi. Shunga o'zim roziman deb. Men juda ham xursand bo'ldim. Mana shu qaytib shu 2 million so'mni ham qaytarib menga berishganiga. Agar shu yuridik klinikasi shu faoliyat borligidan va shu yerda menga Tohir Dilshodbek juda ham katta anaqasi teggan, yordam anaqalari menga harakat qildi, shu hamma qonunlarni kiritib, qancha anaqalarni. Shunda men xursand bo'ldim. Juda ham xursandman sizdan. Umringiz uzoq bo'lsin, boringizga shukr. Hamma yuridik klinika talabalaridan juda ham xursandman. Boringizga shukr. Agar shu klinikaga uchrashmaganimda, klinikani anaqasini ogohlantirish xati bo'lmaganida shu 2 millionni ham ololmay siqilib yurgan bo'lardim. Rahmat kattakon. Hamma barcha talabalarga, shu Tohir Dilshodbekka juda ham katta rahmat, minnatdorman. Umrlari uzoq bo'lsin. O'zbekistonimizda shunday katta anaqalari bor ekan, vatanini O'zbekiston anaqasida adashgan himoyaga nimalarni kodekslari borligiga shunday xursandman. Qaysi odam anaqa qilib himoyada ekanligiga xursandman. Juda ham katta xursandman. Rahmat. Oilalarni Alloh panohida asrasin. Shunday adashgan anaqalar shunday himoyaga qo'yib nafaslar, umringlar uzoq bo'lsin. Alloh panohida asrasin. Ko'p yashanglar. Nima niyatinglar bor, hammasiga yetib beringlar. Alloh ko'p yashang. Sizga Ramazon oyi fayzli barakali kelsin. Chiz olmaysiz. Rahmat.